Shu videoyim bir dona like va bir dona komment yig'sa, ushbu videoni davomini joylayman yana YouTube'ga. Mana bugun 1-iyun, yoz oyini 1-kuni. To'g'risini aytganda odam hayron ham bo'ladi. Qanaqa qilib YouTube'da podpischilarni ko'paytirsa bo'ladi degan videolar milliontasini ko'rasan, lekin senda hech qachon ko'paymaydi. Qisqa qilib aytganda sug'ur kuni. Hayot bir xil davom etyapti. Nolimaymiz, shukr qilamiz. Lekin nimadir o'zgartirish kirgizish kerak. Bilasizlarmi eng yomon nima? Ko'p qavatli uyda turib, pastga tushganinglardan keyin cho'nchaginglarni qarasanglar, kalit bo'lmasligi va uni tepaga chiqib qidirib topganinglarda asabni maksimalniy cho'qqiga chiqqani mana shu odamga o'zgacha bir his-hayajon baxsh etadi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsam, nima demoqchiman? Men super mega bloger emasman, lekin niyat bor, podpischilik yig'ib, yana ham kuchayib ketish, lekin bitta narsani aniq aytishim mumkin. Men sizlarni hech qachon aldamayman. Hayotdagi bor narsani bordek ko'rsatish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini ideal ko'rsatadigan insonlar toifasiga kirmayman. O'shanga meni podpiska bosib qo'yaveringlar, hali xudo xolisa rivojlanib mashhur bo'lib ketganimda albatta sizlar bilan uchrashuvlar tashkil qilamiz. Hayotda qanaqa yashashni o'rgatadigan insonlar aslida ko'pchiligi qanaqa yashashni bilmaydi. Men shuning uchun sizlarga yashash haqida ma'ruza o'qimoqchi emasman. Chunki bunaqa zerikarli qilib gapirish ko'pchilikning qo'lidan kelishi mumkin, lekin meni qo'limdan kelmaydi. Nima bo'lgan taqdirda ham qaysi yo'nalishda kontent qilishni o'ylab boshim qotgan. Mana menda sponsor yo'q. G'oyalar bor, bitta ikkita bu joylarda yotgan. Miyam arxividan topishim kerak. O'shalarni bir chekkadan amalga oshirishim kerak. Amalan mana bitta telefon oldim. Shu telefonda endi syomka qilyapman. Nima ham derdim? Hozirgi paytda juda ham ko'payib ketdi. Internetda men noldan ko'tarilganman, boshqa balki ko'tarilgandir, e'tirozim yo'q. Lekin shu noldaligida ko'pchilik o'zini video qilmagan. Shunchaki rasmlarini joylab, mana men nolda edim deb joylash hammani ham qo'ldan keladi, umumiy qilib aytganda. Qisqasi, meni kanalim universal kanal bo'ladi. Har xil ma'lumotlar bo'ladi, foydali, kulgili gaplar, kulgili vaziyatlar. Lekin men qalang-qasang'i vaynlarni ishlab chiqarish niyatida emasman, o'ylab topish niyatida emasman. Shunchaki hayotiy haqiqatlarni ozgina kulgi va yumor bilan sizlarga ko'rsatmoqchiman va allambalo bo'lgan challengelarni amalga oshirish niyatidaman. Shunaqa ekan, meni kuzatishda davom etinglar. O'ylaymanki, sizlarga zerikarli bo'lmayman, lekin zerikib qolsanglar ham zerikarli video zarar qilmaydi sizlarga. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun bo'lsa podpiska bosib qo'yaveringlar. Chunki shuncha bema'ni bloger vaynerlarga ham podpiska bosasizlar. Yoki shunaqa bosadiganlar oranglarda bor. Lekin meni kuzatayotganlar orasida ham hayotga real qaraydigan insonlar ko'pligiga shubhasiz. Salomat bo'linglar, xayrlashmayman. Shunchaki keyingi videoda ko'rishguncha deyman. Shu videoyim bir dona like va bir dona komment yig'sa, ushbu videoni davomini joylayman yana YouTube'ga. Omon bo'linglar.